Buxoro zindoni. Zindonda 3 xil turdagi jinoyatchilar saqlangan. Misvok va zindonning o'rtasida qanday aloqa bor? Mahbuslarning turmush tarzi ancha og'ir bo'lgan. Bu yerlarga dushman oralamagan. Mana bu hovuz esa to'lig'icha ko'mib tashlanadi. Ziyoratgohga odamlarning kelishi taqiqlab qo'yiladi. Bu atroflar Somon bozor, G'alla bozor edi. Men qadimgi G'ijduvon qo'rg'onini devorining ustida turibman. Dushman shahar devoridan o'tib ichkariga kirgan taqdirda shahar aholisi mana shu ko'chalarda mudofaani tashkil qilishgan. Filmimiz uchun eksklyuziv hammom qanday istilgan. Zo'r. G'ijduvonning tarixi mana shunaqa juda qiziq. Buxoro haqida ko'p narsa bilamiz. Esimizni tanibmizki, bu muazzam shahar haqida eshitganmiz. Ammo Qubbatul Islom maskanining tarixi shu qadar buyukki, baribir bilganlarimizdan ko'ra bilmaganlarimiz ko'proq. Bugun sizga imkon qadar qadimiy shaharning kam ko'rsatilgan jihatlarini ochib berishga harakat qilamiz. Va albatta, odatimizga ko'ra bu sayohat sizning cho'ntagingizga qanchaga tushishini ham hisoblab beramiz. Buxoroning jug'rofiy imkoniyatlari ancha keng. Unga yurtimizning turli nuqtalaridan yetib borish imkoniyati mavjud. Misol uchun, Toshkentdan Buxorogacha bo'lgan masofa avtomobilda harakatlansangiz 544 kilometrni tashkil qiladi. Poytaxtdan Buxoroga yo'l yurish ancha qulay. Barcha turdagi transport vositalari mavjud. Shu sababli ham mamlakatimizning g'arbiy qismida joylashgan hududlar, Farg'ona vodiysi, Toshkent shahri va viloyati aholisi Buxoro sari poytaxt orqali yurganlari ma'qul. Samolyot, poyezd, avtobus va taksi xizmati ta'bingiz va cho'ntagingizga qarab istaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Samolyot 1 soatda Toshkentdan Buxoroga yetib oladi. Narxi esa 408 ming so'mdan boshlanadi va 2 million so'mgacha borishi mumkin. Oldin ham aytib o'tganimizdek, qancha erta harakat qilsangiz, chipta narxi shuncha arzonga tushadi. Misol uchun, 408 ming so'mlik chipta sotib olish uchun kamida 1 oy oldin harakat qilish lozim. Poyezdda yo'lga chiqadiganlar esa 243 ming so'mdan 661 ming so'mgacha xarajat qiladilar. Bu yog'i ham o'zingizga bog'liq. Istang Afrosiyob tezyurar poyezdidan foydalaning. Xohlasangiz sekinroq yuradiganini tanlab, evaziga bemalol dam olib ketishingiz mumkin. Narxlar esa quyidagicha. Buxoroga yana avtobusda ham borsa bo'ladi. Faqat sal ko'proq yurasiz. 8 soatgacha. Ammo narxi ancha arzon, 150 ming so'm. Biz esa Toshkentdan Buxoroyi Azimga poyezd orqali yetib keldik va buning uchun 443 ming so'm to'ladik. Safarimiz 4 soatdan sal ko'proq davom etdi va tan olish kerak, ancha yoqimli bo'ldi. Chunki biz turli qulayliklardan foydalandik. Shuningdek, ijodiy guruhimiz bilan birgalikda bo'lg'usi tasvirga olish ishlarini ham muhokama qilib oldik. Do'stlar, biz Buxorodamiz. Safar tafsilotlarini bilib oldik. Ortimda turgan bu ark. Menimcha uni bilmaydigan odam topilmasa kerak. Bizning maqsadimiz esa Buxoroning ko'pchilik bilmaydigan jihatlarini ochib berish. Mana shunday joylardan biri sari yo'lga tushamiz. Buxoro arkining shundoqqina orqasida zindon joylashgan. Bu joy haqida turfa gap so'zlar yuradi. Ammo u haqda ma'lumotlar
ancha kam. Aynan shu sababga ko'ra biz siz bilan shu obyekt haqida suhbatlashishga qaror qildik. Buxoro zindoni. Bu yerda o'g'rilar, tovlamachilar, qaroqchilar, qotillar va shu bilan birgalikda davlatga qarshi jinoyat sodir etgan, Buxoro amirini taxtdan ag'darmoqchi bo'lgan fitnachilar ham saqlangan. Ular nima yeyishgan, nima ichishgan, qanday kun kechirishgan, umuman o'zi bu yerdan chiqishning iloji bo'lganmi? Bularning hammasi haqida biz bugun sizga ma'lumot beramiz. Do'stlar, hozir biz sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa unikal Buxoro tarixidagi o'ziga xos jihatlardan biri. Mana bu eshik. Zindon bilan yoshi teppa-teng, deyarli 300 yilga yetdi. Nima uchun bu eshikka e'tiboringizni qaratyapmiz? Yaxshi bilasiz, har bir eshikning oshiq-moshiq deydi, o'sha eshikni ochib yopishga xizmat qiladigan qismi bo'lishi kerak. O'rta asrlarda temir juda qimmat bo'lgan. Xo'sh, bu masala qanday yechilgan? E'tibor bersangiz, yuqorida ham eshikning quyi pastki qismida ham mana shunday joy qoldirilgan. Bu xuddi o'sha oshiq-moshiq vazifasini ajoyib tarzda bajargan. Ishonmasangiz, hozir sizga ko'rsatib beramiz. Eshikni yopamiz. Oson ochilib yopiladi va 300 yildan beri mana shu taxlit xizmat qilib kelmoqda. Buxoro zindoni 18-asrda mang'itlar taxtga kelganidan so'ng qurilgan. Zindon ikki qismdan iborat: zindoni bolo va zindoni poyon. Zindonda 3 xil turdagi jinoyatchilar saqlangan. Birinchisi bu o'g'rilar, qaroqchilar, talonchilar, qotillar va hokazo. Ikkinchisi ularni jinoyatchi ham deb aytish juda qiyin. Soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan va qarz bo'lib qolgan insonlar aynan shu yerda bandi qilingan va qarzidan uzilgunga qadar ushlab turilgan. Uchinchisi esa eng jiddiysi, aslzodalar, boylar va hattoki taxt vorislari ham bu yerga tushib qolishi mumkin bo'lgan. Ya'ni amirga qarshi fitna uyushtirganlar, taxtni tortib olmoqchi bo'lganlar aynan shu yerda saqlangan. Jinoyatchilarning saqlanish tartibi ham turlicha bo'lgan. Kimdir osonroq, kimdir qiyinroq sharoitda saqlangan. Bularning hammasi ular sodir etgan jinoyatlarga bog'liq bo'lgan. Do'stlar, qo'limdagi narsa misvok deb ataladi. O'rta asrlarda tish tozalashda faqatgina shundan foydalanishgan. U vaqtda hali hozirgidek tish pastalari va tish tozalaydigan cho'tkalar bo'lmagan. Misvok. Undan qanday foydalaniladi? Tepa qismidan taxminan 1 sm po'stlog'i olib tashlanadi va tish bilan ezilib, yumshatilgandan keyin xuddi o'sha biz tish tozalaydiganga o'xshaydigan shotka holatiga keltiriladi va shu bilan tishni yuqoridan pastga yoki pastdan tepaga qilib tozalash mumkin. Buning qulay tomoni o'zingiz bilan bemalol olib yurishingiz va xohlagan joyingizda foydalanishingiz mumkin va shunday qilishgan ham. Xo'p, misvok va zindonning o'rtasida qanday aloqa bor? Zindon 3 qismdan iborat bo'lgan. Biz birinchi qism oldida turibmiz. Mana bu eshik, mana bu panjara deyarli o'zgarmagan. Bu yerga jinoyatchilarni kiritish qay holatda bo'lgan? Quyi qismidagi ikkita temir bo'lak olingan. Mana bu holatda olib tashlangan va tushirilgan. Jinoyatchilar mana shu yerdan ichkariga kiritilgan. Men hozir taxminan bu ish qanday qilinganini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, oson emas. Bu yerda asosan savdogarlar, hunarmandlar va boshqa kasb egalari o'tirishgan. Qo'limdagi misvokka o'xshagan narsalarni aynan ular yasagan. Aytishlaricha, mana shu bo'lmada 50-60 nafargacha mahbus saqlangan. Ular turli yumushlar bilan band bo'lishgan. Kimni qaysi hunari bo'lsa, o'sha hunari bilan shug'ullanishda davom etavergan. Lekin aksariyat misvok tayyorlash bilan shug'ullangan. Ular tayyorlagan misvoklar esa bozorga olib chiqib sotilgan va tushgan mablag'ning bir qismi ularning oziq-ovqati uchun ajratilgan. Boshqa qismi esa qarzlarini to'lashga qaratilgan. Bu yerda hattoki oziq-ovqat pishirib yeyish ham mumkin bo'lgan. Yuqorida e'tibor bersangiz, xuddi o'tovda bo'lgani singari o'ziga xos tuynuk bor. U tutun chiqib ketishi uchun mo'ljallangan. Shuningdek, zindon aynan mana shu qismi qishda juda ham sovuq bo'lgan va o'ziga yarasha, o'ziga to'q bo'lgan mahbuslar o'tin sotib olib isinishlari ham mumkin bo'lgan. Lekin bu unchalik ko'p foyda bermagan. Sababi katta joy, tepa ochiq
atrof zax, sovuq, mahbuslarning turmush tarzi ancha og'ir bo'lgan. Ba'zi vaqtlarda jinoyatchilar ko'payib ketganda yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etgan mahbuslarga kelib qolganda ular tashqarida ham saqlanishgan. Mana bu suratga e'tibor bersangiz, unda oddiyroq, nochorroq kiyimdagi ikki kishi turganini ko'rasiz. Ular kishanlangan va sovuqda usti yupun, yengil holatda ekanini ko'rish mumkin. Ancha qiyin bo'lgan ochig'i. Biz turgan xona mirshablar xonasi bo'lgan. Bu yerda 32 nafar mirshab xizmat olib borgan. Ular 3 kunga o'z vazifalarini bajarishgan va almashishgan. 4 ta postda muntazam ravishda galma-galdan almashib turganlar. Zindonning asosiy qismi mana shu yerdan boshlanadi. Mana bu yo'lak orqali o'tib boradigan bo'lsangiz, zindonning eng vahimali, eng dahshatli qismini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Zindon chuqur o'ra. Diametri 5 metr, chuqurligi 6,5 metrdan iborat. Bu yerda eng ashaddiy jinoyatchilar, amirlikka qarshi jinoyat sodir etganlar va fitna uyushtirilganlar saqlangan. Buxoro amirligi o'tgan asr boshlarida yiqitilgandan so'ng zindon ham o'z faoliyatini yakunlagan. Oradan 100 yildan ko'proq vaqt o'tib, zindon eshigi yana ochildi, panjaralar olib tashlandi va biz yuqoridan pastga qarab turibmiz va o'sha davrda bu yerga tushgan mahbuslar uchun qanchalik og'ir bo'lganini his qilib turibmiz. Shunaqa, bu joy ancha qayg'uli, ammo uni kelib albatta ko'rishimiz shart. Nima uchun? Buning javobi juda oddiy. Misol uchun AQShda Alcatraz qamoqxonasi bor, Londonda mashhur Tower minorasi bor. Yoki bo'lmasam Fransiyadagi If qal'asini hammamiz ham borib ko'rishni orzu qilamiz. Monte Cristo va boshqa asarlar orqali bu qamoqxonalarni yaxshi taniymiz. Bundan ham ko'prog'ini aytaman. Misol uchun Turkiyada Four Seasons Sulton Ahmed qamoqxonasi restoranga aylantirilgan. Yana undan tashqari Fransiyadagi Katayanakko qamoqxonasi mehmonxonaga aylantirilgan. Bu joylarni odamlar borib ko'rishadi, o'sha yerda tunab qolishadi, ovqatlanishadi. Shunday ekan, zindonlar ham, qamoqxonalar ham tarixning bir qismi va biz Buxoro zindonini albatta kelib ko'rishimiz shart. Ko'rib turganingizdek, zindon u qadar katta emas. Bu yerda boyog'i 3 ta bo'lma bor. 1, 2, 3. Va ularda nari borsa 100 nafar mahbus saqlangan. Misol uchun, Amir Olimxon 1910-yilda Buxoro taxtiga o'tirgan vaqtda bu yerda saqlanayotgan 100 nafar mahbusdan 75 nafarini afv etib yuboradi. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Zindon qurilayotgan vaqtda 18-asrda Buxoro aholisi 1 millionni tashkil etgan. 19-asrga kelib esa aholi soni 2 millionga yetgan. Zindon faoliyati tugash arafasida esa undan ham ko'proq bo'lgan. Qanday qilib shuncha aholisi ko'p davlatga 100 kishilik zindon yetarli bo'lgan? Bu savolning javobini keyingi obyektdan topamiz. Biz hozir G'ijduvon tumanidagi muqaddas maskanlardan biri Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy ziyoratgohida turibmiz. Yuqorida berilgan savolning javobini aynan mana shu yerdan topamiz. Xo'sh, zindon va ziyoratgoh o'rtasida qanday bog'liq jihatlar bor? Gap shundaki, buxoroliklar qadimdan juda xudojo'y, taqvoli, haromdan qo'rqadigan, halol yashashga intiladigan xalq bo'lganlar. Yurtimizda choyxona alohida an'ana hisoblanadi. Oramizda choyxonaga borib osh yemagan odam topilmasa kerak. Zamonaviy dunyoda O'zbekistonni choyxonasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bunday joylarda axborot almashiniladi,
gurung suhbat, hangomalar ketadi. Biroq bundan 100 yil oldin ham Buxoroda vaziyat butkul boshqacha bo'lgan. Bu yerda choyxona boshqa vazifalarni bajargan. Misol uchun, Buxoroda yashab turgan odam choyxonaga borib ovqatlansa, atrofdagilar ma'lumot qilishgan. Faqat chetdan kelganlar, mehmonlar choyxonada ovqatlanishlari va u yerda yotib qolishlari mumkin edi. Buxoroliklar esa asosan masjid va madrasalarda yig'ilganlar va o'sha yerda ilm olib, suhbat uyushtirganlar. Aynan shu sababga ham ko'ra Buxoro pirlar, ustozlar, olim va ulamolar yurti hisoblanadi. Bu o'lkadan Naqshbandiya tariqatining 7 nafar buyuk sofiylari, pirlari o'tgan. Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy, Hoji Orif Mohitobon Revgari, Hoji Mahmud Anjir Fag'naviy, Hoji Ali Romitani, Hoji Muhammad Boboyi Samosi va Hoji Muhammad Bahouddin Naqshbandiy kabi buyuk tariqat peshvolari xalqqa ta'lim berganlar. Xo'sh, shuncha ahli ilmlar, taqvodor zotlar bor yurtdan jinoyatchilar chiqsinmi, yoxud olimlar Buxoroda zindonlarga emas, balki masjid va madrasalarga, mana bunday ilm maskanlariga ehtiyoj ko'proq bo'lgan. Hozir biz turgan masjid Ulug' pir Hoji Abduxoliq G'ijduvoniyga atab qurilgan. Buyuk olim, alloma Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy Navoiy hazratining ta'biri bilan aytganda, haqni botildan ajratgan, turli bid'atlarga qarshi bo'lgan va sunnatni mahkam ushlagan. U kelajak avlodlarga qanday bo'lish kerakligini to'liq ilm berib o'tgan alloma hisoblanadi. Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy tiriklik vaqtida bu yerlarga dushman oralamagan, dushman kelmagan va faqatgina uning vafotidan so'ng 40 yil o'tib Chingizxon boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shinlarini bu yerlarni bosib olganlar va g'orat qilganlar. O'sha vaqtda Urganchda bo'lib turgan Kubraviya tariqatining asoschisi Najmiddin Kubro aytgan ekanlarki, agarda Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy tirik bo'lganlarida edi, bu baloni bitta duo bilan qaytargan bo'lardilar. Allomaning obro' e'tibori shu qadar yuqori bo'lganki, uning vafotidan so'ng ham asrlar o'tib unga hurmat bajo keltirishda davom etganlar. Xususan, Amir Temur Xitoy yurishidan qaytgandan so'ng Abduxoliq G'ijduvoniyga atab madrasa va maqbara qurishni niyat qilgan edi. Afsuski, uning niyati amalga oshmay qoladi. Amir Temurning orzusini uning nevarasi yoshligidan yonida yurgan Mirzo Ulug'bek amalga oshiradi. 1433-yilda Mirzo Ulug'bek mana shu madrasani bunyod etgan. Bundan tashqari yana u G'ijduvon shahrida kutubxona va tosh hammom qurib beradi. Biz tosh hammom haqida hali yana alohida to'xtalamiz. Oradan bir asrdan ko'proq vaqt o'tib, Buxoroning yana bir buyuk hukmdori Abdullaxon Hoji Abduxoliq G'ijduvoniyga atab masjid, minora va mana bu hovuzni bunyod ettiradi. Har bir inshootning tarixi o'zgacha qiziqarli kechgan. Xususan, mana bu hovuz sobiq mustabid tuzum davrida hattoki ko'mib ham yuborilgan. Sobiq SSSR davriga kelib qadriyatlarimiz oyoq osti qilina boshlandi va boshqa ziyoratgohlar qatori Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy ham ko'p mushkul davrlarni boshidan o'tkazdi. Xususan, Hazratning maqbarasi va mana bu masjid, Ulug'bek madrasasi turli kimyoviy moddalar saqlanadigan binoga aylantirilgan, ombor vazifasini bajargan. Mana bu hovuz esa to'lig'icha ko'mib tashlanadi. Vaziyat shu qadar chigallashadiki, hattoki 1960-yilda O'zbekiston SSSR Ministrlar Soveti qaroriga ko'ra ziyoratgohga odamlarning kelishi taqiqlab qo'yiladi. Bu taqiqlar har qancha kuchli bo'lmasin, xalqimiz baribir Hoji Abduxoliq G'ijduvoniyni ziyorat qilishda davom etavergan. Sobiq ittifoq davrida mustabid tuzumning qahri shu qadar qattiq bo'lganki, hattoki mana shunday ulug' pir, buyuk allomaning qabri ham
oyoq osti qilingan. Bu atroflar Somon bozor, G'alla bozor edi. Maqbara atroflarida hattoki eshak bog'lab qo'yiladigan joylar bo'lgan. Shukrki, yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng qadriyatlarimiz ham to'liq qayta tiklana boshlandi. Bugungi kunda Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy ziyoratgohi mana bunday ko'rkam xiyobonga aylantirilgan. 4 gektar maydon bog'-rog' bilan to'la. Shuningdek, namozxonlar uchun yetarlicha sharoitlar yaratib qo'yilgan. Yangidan masjid bino etilgan. Ularning hammasi xalq uchun xizmat qilib turibdi. Shuningdek, G'ijduvon qal'asi ham G'ijduvon ziyoratgohiga hamohang tarzda rivojlanib bormoqda. Bu yerda ajoyib turizm mahallasi bunyod etilgan. Hozir biz sizga o'sha mahalla haqida atroflicha ma'lumot beramiz. Men qadimgi G'ijduvon qo'rg'onini devorining ustida turibman. Aynan men turgan joyda baland devor bo'lgan va aynan mana shu devor mudofaa vazifasini bajargan. O'ng tomonim qal'adan tashqarida bo'lgan hudud. Chap tomonimda esa qadimiy G'ijduvon qal'asi. Bugungi kunda turizmni rivojlantirish uchun aynan mana shu qal'a o'rni turistik mahallaga aylantirilgan. G'ijduvon mahallasining ichiga kirsangiz, xuddi o'rta asrlarga tushib qolgandek bo'lasiz. Egri-bugri tor ko'chalar, o'sha davr kayfiyatini his qilish uchun albatta G'ijduvon mahallasiga kelish kerak. Nafaqat G'ijduvon, balki O'zbekistonning juda ko'plab qadimiy shaharlariga tegishli bir jihat bor. Mana bu tor ko'chalar. Toshkent shahrining eski shahar qismi bo'lsin yoki Qo'qonni olasizmi, boshqa shaharlarni olasizmi, mana bunday tor ko'chalarni, qing'ir-qiyshiq ko'chalarni ko'rish mumkin. Bilasizmi, nimaga bunday? Bir qarashda buning asosiy sababi sifatida o'rta asrlarda shaharlar rejalashtirilmaganligini balki ko'rsatish mumkindir. Balki bu ham sabablardan biridir, lekin yana bir sabab bu o'rta asr shaharlarini mudofaa qilishda aynan mana shunday tor ko'chalarga va qing'ir-qiyshiq ko'chalarga ehtiyoj bo'lgan. Dushman shahar devoridan o'tib ichkariga kirgan taqdirda shahar aholisi mana shu ko'chalarda mudofaani tashkil qilishgan. Sarbadorlar qanday qilib Ilyos Xo'ja boshliq Mo'g'ul qo'shinini ortga qaytargani haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Ular shahar ko'chalarida birdan tomlardan, turli joylardan dushmanga hujum qilishgan va uni qaytarishgan. Qadimda mahallalar mana shunday himoya qilingan. Tosh hammom Mirzo Ulug'bek tomonidan Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniyning hurmatidan G'ijduvon qo'rg'oni uchun qurib berilgan hammom. O'rta asrlarga tegishli va bugungi kunda ham faoliyatini yuritayotgan kam sonli mana shunday inshootlardan biri. Tosh hammom ham yaqingacha faoliyati to'xtab qolgandi, lekin turizm mahallasi qilinishi munosabati bilan u yana ishga tushirildi. Mirzo Ulug'bek ilm odami bo'lgan. U hamma narsani atroflicha yaxshi tushungan. Tosh hammomning sirlaridan biri menimcha shunda bo'lsa kerakki, u yer ostida joylashgan. Tepa qismida esa mana bu ko'rib turganingiz gumbazlar bor xolos. Ya'ni menimcha hammom bir isigandan so'ng bir oygacha ham sovimasligining sabablaridan biri xuddi shunda bo'lgan. O'rta asrlar hammomi qanday bo'lgan? Bu savol menimcha ko'pchilikni qiziqtirgan bo'lsa kerak. Ochig'i men hammomlarda bo'lganman. Umuman bizning tariximizda gigiyena masalasiga qanaqa e'tibor berilgani haqida ko'p o'qiganman. Hammomlarga tushib ko'rganman, lekin hali shu vaqtgacha ishlab turganida biron marta ham bo'lmagandim. Hozir birgalikda o'sha mashhur o'rta asr hammomlarini ko'ramiz. Marhamat. Hammom bu hali boshlanish xolos. Har bir bo'lma o'ziga xos gradusga ega. Har biridan o'tganingiz sari yanada issiqroq bo'lib boraveradi. Bizga xabar berishlaricha, turli kasalliklar, vot kasalliklar, yelka og'rig'i, oyoq og'rig'i, mana shularning hammasi shu yerda davolangan. Maysaraning ishi filmida e'tibor bersangiz, hammomda olingan epizod bor. O'sha yerda qanday qilib beli og'rib qolgan mulla do'stni davolab yuborishgani ko'rsatilgan.
Ya? Qo'llaring dard ko'rmasin Yusufboy. Meni boshqatdan odam qilib qo'yding-a. Xuddi shunga o'xshagan hammom. Bu yerda yana bitta bo'lma. Eng issiq joy shu yerda. Har bir bo'limdan bo'limga o'tgunga qadar 3-4 daqiqa, 5 daqiqa atrofida turishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tanangiz o'sha temperaturaga moslashgandan keyin yanada issiqroqga o'tasiz, undan keyin yanada issiqroqga o'tasiz. Mana bu yerda taxminan 45 graduslar atrofida issiq. Filmimiz uchun eksklyuziv hammom qanday isitilgan? Bizga ma'lumot berishlaricha, yer ostida isitish tizimi bo'lgan va hammom bir isitib olgandan so'ng, hattoki o'sha o't o'chirib qo'yilgandan keyin ham 1 oygacha hammom sovimagan. Hammom bir isigandan so'ng uning hattoki temperaturasini ushlab turish uchun bitta shamning issig'i ham yetarli bo'lgan. O'rta asrlar hammomidan chiqib ketyapmiz. Boya kirayotganimizda juda issiq tuyulgan joylar endi mana salqinga o'xshab ko'rinyapti. Vaholanki shu yerlarda ham issiqlik darajasi 35 dan kam emas, lekin shu ham boyaga 45 gradusli issiqdan chiqqandan keyin qandaydir bir salqinlik beradi. Chiqish eshiklari tomon yaqinlashib boryapmiz. Zo'r. Mahallalarimiz asrlarki o'zgarmagan. G'ijduvon qo'rg'onida bugungi kunda ham 3 ta masjidni ko'rishingiz mumkin. Tarixiy masjidlar: Bobo Rahimboy, Boloyi Qassobon va Bozori Qaymoq. Mana bu biz ko'rib turganimiz esa Boloyi Qassobon masjidi bo'ladi. Aytishlaricha, Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy ta'lim olib, haftiyakni bitirgandan so'ng padari buzrukvori xursand bo'lib, aynan mana shu yerda ehson bergan ekan. G'ijduvon turizm mahallasida turli milliy hunarmandchilik namunalarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kulolchilik, kashtachilik va gilamchilik bilan tanishasiz. Bu yerda pazandachilik ham rivojlangan. Ayniqsa g'ijduvoncha holva tayyorlash jarayonini kuzatish ancha qiziqarli. Ishoning, boshqa joydan bunaqa tomoshani topish juda qiyin. Xullas do'stlar, G'ijduvonning tarixi mana shunaqa juda qiziq. Bu tarix haqida biz sizga imkon qadar so'zlab berishga harakat qildik. Bu harakatimiz qanchalik muvaffaqiyatli chiqdi yoki o'xshamadi, bunga bahoni siz berasiz. Umid qilamizki, kommentariyalar yozasiz, layklar bosasiz va bizning mehnatimizni e'tirof etib qo'yasiz. Xayr, salomat bo'ling.